Avvalgi dasturlarimizda xabar berganimizdek, Yoshlar ijod saroyida 2 kun davomida Kitob olami festivali bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir yoshlar uchun haqiqiy ilm-ma'rifat bayramiga aylandi. Sababi festival doirasida yangi kitoblar taqdimotlari, turli uchrashuvlar, qiziqarli viktorinalar hamda arzonlashtirilgan kitob yarmarkasi tashkil etildi. Jarayonlar haqida batafsil muxbirimiz so'z yuritadi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, jamiyat qadri insonning salohiyati va ma'naviyati bilan o'lchanadi. Shu sabab ham yoshlarga, bolalarga kitob berish, umuman kitob bilan tanitish kelajak uchun qilingan eng yaxshi sarmoyalardan biridir. 2 kun davomida o'tkazilayotgan, ayni shu maqsad uchun xizmat qilayotgan mazkur seminarga esa 8000 dan ortiqroq ishtirokchilar tashrif buyurishdi. Aytib o'tishimiz kerak, unda har bir ishtirokchi o'zining yoqtirgan kitoblari bilan tanishibgina qolmay, uning mualliflari bilan suhbatlashish imkoniyatiga ham ega bo'lishdi. Bola tarbiyasida kitobning ahamiyati qanday deb hisoblaysiz? Bola tarbiyasida albatta kitobning ahamiyati juda ham katta. Hozir yaxshi ko'radi, juda ham kitoblar hammasini o'qiydi. O'qisa, o'zlariga foydali. Ayniqsa ertak kitoblar o'qisa, bilimga boy bo'ladi. Doim bir qo'limizda non, bitta qo'limizda kitob tutgan xalqmiz, bolajon xalq bolasidan umid qiladi va buni asosini albatta ustozlarda, albatta ilmda, albatta kitoblarda ko'radi. Shuning uchun kitob albatta kerak. Festivalning 2-chi kuni yanada gavjum o'tdi. Quvonarlisi, kitob ixlosmandlari o'zlari sevgan janrdagi asarlarini chegirmalar, aksiyalar va maxsus to'plamlar orqali xarid qildilar. Dastur doirasida taniqli yozuvchi va shoirlar, tarixchilar hamda tarjimonlar bilan iliq suhbatlar tashkil etildi. Shuningdek, festivalda faol ishtirok etgan 20 ga yaqin nashriyotlar orasida eng so'nggi mualliflik va eksklyuziv asarlarini kitobxonlarga namoyish etganlari ham bo'ldi. Farzandlarimiz faqat va faqat fokusi Instagram, ijtimoiy tarmoqlar orqali fikr tafakkurlanadigan bo'lgan. Kitobda insonning ichki fantaziyasi shakllanadi. Hozir mana kitoblarni ko'ryapman, yoshligimda rahmatli otamiz shu kitobni o'qisang, men uchun pul beraman deb motivatsiya berganlar. Yuzlab, minglab kitoblar o'qishimizga yoki kitoblarni mutolaa qilishimizga motivatsiyalar bersa, men o'ylaymanki, millat o'ylaydigan, tafakkur bo'ladigan farzandlarni tarbiyalashiga zamin yaratiladi. Tadbirning yopilish marosimi avvalida mutasaddilar va shoirlar yoshlarning tarbiyasi va kelajakda kitob o'qishning qanchalik ahamiyatli ekani haqida chiqish qilib, ushbu tadbir yiliga 2-3 marotaba o'tkazilishi kerakligi ta'kidlandi. Savol tug'iladi, umuman olganda ushbu festivalning kimlar uchun qanday manfaati bor? Mutasaddilardan javob olishga urindik. Kim manfaatdor bo'lyapti degan savolga bunda elimiz, yurtimiz, vatanimiz, xalqimiz, millatimiz hammamiz manfaatdor biza. Bu tadbir faqatgina Yoshlar ittifoqining tadbiri emas. Bu bugungi kundagi O'zbekiston xalqining barchaning tadbiri. Hamma davlatlarda o'tkaziladigan va nashriyotlarni boshini birlashtiradigan loyihani o'zi yo'q edi O'zbekistonda. Yilda hatto bir marta emas, 3-4 marta o'tkazilishi, hattoki buni aynan forum yoki festival deyishimiz, kitob olami sayli sifatida o'tkazilishi, haftalab davom ettirilishini talabgori biza va buni albatta hamkorlikda hammamiz birgalikda o'tkazamiz. Bir so'z bilan aytganda, Kitob olami festivali kitobning inson tafakkuridagi o'rnini yana bir bor yoritib berdi. Tadbir yoshlarni izlanish va bilim sari chorlagan ma'naviy maydonga aylana oldi. Dilnura Mamasafoyeva, Javohir Fayzullayev, Hudud informatsion tahliliy dasturi uchun.